Assalomu alaykum aziz muxlis. Kiyev Myunxenda Rossiya bilan uchrashish imkoniyatini rad etdi. Myunxenda ruslar bilan muzokaralar bo'lmaydi, deydi Zelenskiyning maslahatchisi. Tramp u yerda Moskva, Kiyev va Vashingtondan kelgan yuqori amaldorlar ishtirokida uchrashuv bo'lishini aytgan edi. Biroq Zelenskiy rozi bo'lmadi. AQSh prezidenti Donald Tramp Myunxen xavfsizlik konferensiyasi ochiladigan Myunxenda Moskva, Kiyev va Vashingtonning yuqori amaldorlari uchrashuv o'tkazishini e'lon qilgan edi. Biroq Ukraina rozi bo'lmadi. Uchrashuv bo'lib o'tadi. Rossiya u yerda bizning odamlarimiz bilan birga bo'ladi. Ukraina ham taklif etilgan. Har bir davlatdan kimlar bo'lishi aniq bo'lmayman, lekin Rossiya, Ukraina va AQShdan yuqori martabali odamlar bo'ladi, degan edi AQSh prezidenti. Zelenskiy maslahatchisi rossiyaliklar bilan bo'sh stolda uchrashuv bo'lmaydi deb ma'lum qildi. Ayni paytda Ukraina prezidentining aloqalar bo'yicha maslahatchisi Dmitriy Litvin bunday muzokaralar o'tkazish imkoniyatini rad etdi. Ukraina pozitsiyasi o'zgarmaydi. Ukraina birinchi navbatda Amerika bilan gaplashish kerak. Yevropa haqiqiy va mustahkam tinchlik uchun har qanday jiddiy suhbatning ishtirokchisi bo'lishi kerak, deydi Litvin. Ukraina rasmiysiga ko'ra, ruslar bilan muzokaralar stolida faqat kelishilgan umumiy pozitsiya bo'lishi kerak.